Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana hozir shoshilib, pishilib, hozir granitsaga borib kelishim kerak. Bir ishonarli bir mashin kerak deb turganlarga ishonarli granitsa xizmati mana bu yerga telefon raqamini qo'yamiz. Ismi Dima. Rossiya grajdanini shera tug'ilib o'sgan. O'zimizda hamyurtimiz bo'lsa ham tilni yaxshi biladi. 8 yil stajga ega. Dokumentingiz bormi? Yo'qmi? Registratsiyangiz просроченmi? Immigratsiyonningiz просроченmi? Biz patent yurganmisiz? Farqi yo'q. 100% javob beradi. Yo'llarga chiroyli qilib etib ketiradi. 8 yil stajga ega ukamiz Dima. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Bafo musofirlar kanalidan telefon qilyapman desangiz agar sizga bemalol skidka qilib, chiroyli qilib etib ketiradi. Xo'p, video davomida men sizlarga qo'yib beraman. Granitsaga borib kelayotgan odamlar mana shu o'zimizni ukamiz etib ketiryapti. O'shalarning videolari bor. Video davomida men sizlarga qo'yib beraman. Akalarim, ukalarim, yana bir marta aytaman. 100% ishonarli ukamiz Dima mana shu yerda tug'ilgan, shu yerda o'sgan, o'zimizda hamyurtimiz bo'lsa ham Rossiya grajdanini tilga 100% javob beradi. Yo'lga 100% javob beradi. Qo'rqmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin. Aka, mana shunday hujjatim desangiz ham qizig'i yo'q. Sizni chiroyli qilib etib ketiradi mana ukam. Ana bu yerga vizitkasini qo'yamiz pastda. Bemalol telefon raqamlarini qo'yamiz. Murojaat qilib, gaplashib, bemalol chiroyli skidka bilan sizlarni etib ketiradi. Yana nima deyman men sizlarga? Sizlarga omad, ishlaringizga, qissalaringizga daromad, 100% ishonarli granitsa xizmati. Hozir davomida men sizlarga videolarni qo'yib, ko'rsatib beraman akalarim, ukalarim. Tanijonlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Zudlik bilan telefon qiling. Ha, aytgancha, Vafo musofirlar kanaliga obuna bo'lmaganlar, zudlik bilan podpiska bo'lamiz. Podpiska, like, podilitsani banglatib tashlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalarim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrdonlarim. Mana hamishagidek shu kerda chiqdi, granitsaga kerda chiqdi temasi bo'yicha hamisha mana o'zlaringiz bilasizlar, ko'pincha men shu gapirib chiqaman. Ko'p joylarda o'zim ham shu syomka tushganman. Mana hozir Mordoviya Respublikasida trassa M5 bo'yida kafeda o'tirib bir dam olib oldik. Endi turishdan oldin bir mana klientlarimdan bir gapirtiray dedimda, endi qanday kirib chiqdi, qanaqa kamchiliklar bormi, yo'qmi? Mana odamlarimiz ichida, klientlarimiz ichida mana Ozarbayjon fuqarosi bor. Ozarbayjon fuqarosi bo'ladi, bizda masalan Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarosi bo'ladi. Tojikiston fuqarolarini alohida olib kelamiz ularni. Hozir men данный momentda O'zbekiston, Ozarbayjon fuqarolari bor odamlarimiz ichida, passajirlarim ichida. Mana Qashqadaryolik akamiz, amakimiz bo'ladi. Shundan birinchi boshlaymiz. Qani amaki, qanday kirib chiqdingiz? Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana bugun biz granitsaga borib keldik. Mana shu ukalarimiz bilan granitsaga gap yo'q. Umuman bir hamma joyga asfalt qilib olib borib keldi. Bir muammo yo'q. Bultiram bordim mana 2024 ga ham bordim. Mana 2025 ga ham borib keldik mana. Agar yana borasam desa, yana shularga telefon qilaman men. Katta rahmat amaki. Qardoshim, qani yaxshi borib keldingmi? Çok granitsa как sezil? Yaxshi borib keldingmi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelib chiqmishsan. Allah razı olsun. Yaxshi jandingiz. Tez bir zamanda çeşitli gayetler. Problem olmadı. Yaxshi kelib chiqdingizmi? Yaxshi jaldi chiqdik. Вот, все нормально? Ничего не... Нормально, все. Нормально, спасибо. Yaxshi. Qani Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Samarqandlik akamiz. Sog'lik, salomatlik. Allohga shukr, yaxshi ishonoma yetib borib keldik. Yaxshi qiynalganmiz. Shu akamizga rahmat. Tanish bilish shu akaga telefon qilib, nima qilsalarimiz bo'ladi, borib keladi. Nomerlar qo'yaman mana shu. O'sha akaniga. Shu yaxshi. Qani Assalomu og'a, alaykum. yaxshi kelib chiqdingizmi? Yaxshimisizlar? Men Qoraqalpog'istondan granitsa hammasi yaxshi bo'ldi. Bularda men 3 yildan beri borib kelaman. Hammasi yaxshi. 3 yildan beri shular bilan gaplashib granitsaga boraman. Agar boshqani tavsiya etadilar, boshqaga ishonaman. Shu 3 yildan beri granitsaga girdi chiqdi aytaman shu akalarimizdan. Hammasi yaxshi, hamma narsa chotki.
Kamchiliklar yo'qmi axir? Kamchilik вообще bo'lgani yo'q. Granitsam chotki bo'ldi, kesib ketadi, olib borib уже сразу o'tib chiqdik darrov sразу. 1 soat ham bormadi. Katta rahmat. Katta rahmat aka. Azizlar. Qani opamiz bor bu yerda. Opa, siz qanday yaxshi kelib chiqdingizmi? Normal kelib chiqdingizmi axir? Kamchiliklar yo'qmi axir? Bemalol yaxshirab olaring. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, qadrdonlarim. Mana bugun shu hamishagidek kirdi chiqdi granitsa temasi bo'yicha mana aka-ukalarim granitsaga kirib chiqdi. Shu granitsa qanday kirib chiqdi, kamchilik bo'ldimi, bo'lmadimi? Ana shular mana video syomka qilib olyapmiz. Hozir mana aka-ukalarim gapiradi. Qani, prorab qanday kirib chiqdingiz? Kamchiliklar bormi, yo'qmi? Inson bilan dogovor bo'ldi. 4 so'm militsiyaga berdim, 1000 so'm qozoqlarga berdim. Bo'ldi. Normalmi axir? So'mga tushdi. Endi dokumentingiz yo'q edi. Migratsiyangiz prasrochka edi. Normalmi bo'ldi axir, to'g'rimi prorab? Tamam. Endi 1 kam 15000. Ha. Bo'ldi. Нормально, всё отлично. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi? Kamchiliklar bo'lmadimi axir? Zo'r, hammasi. Hammasi yaxshi bo'lib keldingizmi axir? Qani, do'stim, qanday borib keldingiz? Qisqa qilib aytaman, hammasi zo'r. Podeshkani zo'r qiladi. Mashinaga gap yo'q. Hammasi lyuks. Sharoitlar vaqti zo'r. Eng muhimi podeshkani zo'r beradi. Qani mana granitsa masalasi bo'yicha shu mana granitsa borib keldingiz. Yo'llar qanday bo'ldi? Mana FMS boradi masalan, FMSlar turdi, immigratsiya boradi. Gaylar, TPSlar boradi, red bo'lib turibdi. Reddan qanday? Yaxshi o'tdingizmi reddan? Reddan juda ham yaxshi o'tdik. Juda ham yaxshi, отлично. O'ylaganimizdan ham a'lo darajada o'tib oldik. Biz o'yladik 30 ming ketadi, 20 ming ketadi, 40 ming ketadi deb o'yladik. Yo'q, 10 ming, 15 ming. 15 ming ketadi. Uzog'i 15 ming ketadi. Bo'ldi. Tavsiya beraman lekin. Rahmat aka. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Granitsaga yaxshi, normalni borib keldik. Seriya kabi. Ideta bir 16 ming so'm pul ketdi borib kelishga. Granitsaga yaxshi bir yarim soatda kirib chiqib ketdi. Akani o'zi yordam berdi. Dokument yo'q edi, absolut hech narsa yo'q edi. Malades gapi. Katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qani, ukamiz qanday borib keldingiz? Tavsiya etaman, hamma ishonchli, yaxshi, garantiya 100%. Zo'r bo'ldi, rahmat. Kamchiliklar yo'qmi axir? Zo'r. Bo'ldi. Hammasi yaxshimi axir? Zo'r. Bo'ldi. Mana aka-ukalarim granitsa kirdi chiqdi temasi bo'yicha bir yo'lda to'xtadik mana Ulyanskiy oblastida. Yo'lda to'xtab mana aka-ukalarim bir video syomka qildik. Qanday kirib chiqdik, mana shu tankni hamma taniydi. Trassa M5 turibdi mana shu tankimiz. Shu kim qanday borib keldi, yaxshi borib keldimi, yo'qmi? Mana kirdi chiqdi masalasi bo'yicha falshiy pechatlari bormi, yillab bezda kelib yurganmi, nimasi reyestrga tushganmi, tushmaganmi, krediti bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Hammasiga yordam beramiz. Falshiy pechati bor aka-ukalarimizga ham yordam beramiz. Yillab bezda kelib yurgan aka-ukalarimizga ham yordam beramiz. Reyestrga tushganlarga ham yordam beramiz. Hammasiga yordam beramiz. Ha, akkancha men bir esimdan chiqdi. Hozir bir so'rab beraman. Reyestrga tushgan bir do'stimiz bor edi, ana shuni so'rab beraman. Shu qanday kirib chiqdi? Qani do'stimiz reyestrga tushgandingiz. Reyestrdan qanday o'tdingiz? Siz bu yerdamisiz? Reyestrga tushgandingiz. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Reyestr hech narsa bo'lgani yo'q, muammo bo'lgani yo'q, yaxshi. Yaxshimi axir hammasi? Men prosta esimdan chiqdi, shuni aytish. Tushdim, karta bloklandi, uni hech kim so'ragan ham yo'q. Siz o'zingiz Ha, endi uni o'zim gaplashdim-ku. Tomosha o'zim gaplashdim, o'zim hal qildim-ku. Shundan keyin muammo bo'lmadi. Reyestr umuman hech narsa bo'lgan ekan, absolutni karta bloklandi, ikkita karta ham, telefon ham bloklandi, dalish. Sim karta. Yo'q, yaxshi hammasi yaxshi. Lekin ochilgan yo'q hali. Yangi olish kerak, polibon karta. Rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stimiz intervyu beryapti. Самое главное, Zolotoydan qarzi borlar, hech narsa bo'lmaydi, o'ylanmay chiqaveringlar. Katta rahmat do'stim. 200 minggacha bor. Mana krediti bormi, reyestrga tushganmi, falshiy pechatlari bormi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga yordam beramiz. Nimaga kamchiliklar, nimalar bo'lsa, Podeshka qiladi. katta rahmat. Bemalol menga murojaat qilaveringlar. Dima TV. Nomerni videoning oxirida ko'rasiz.
Xo'p, katta rahmat aka. Bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrdonlar, aka-ukalarim. Mana granitsaga kirdi chiqdi temasi masalasi bo'yicha mana bugun tongda yarim kechasi granitsadan keldik. Mana granitsaga kirib chiqdik. Hech kamchiliklar yo'q. Mana bu mana Achaq degan kafe, buni hamma biladi. Mana o'zlaringiz kirib chiqib yurganlar, mana hamma biladi. Achaq kafesidan kirib chiqib yurganlar. Mana odamlarim, qani aka, qanday kirib chiqdingiz? Kamchiliklar bo'ldimi? Qanday muammo bo'lgan yo'q, bemalol. Bemalol borib keldi. Bizning kompaniyaga ishasa bo'ladi, to'g'rimi aka? Hammasi joyida. Mana bu joylarda mana ko'pchilik biladi. Shuning uchun bemalol qani og'a, nechga kirib chiqdingiz? Yaxshi kirib chiqdingizmi? Kirib chiqishdan muammo bo'lgan yo'q. Bari zakonniy. Allohga shukr. Ajoyib. Yo'llar tinch, zo'r. Mashinalar ishonchli, shofyorlarimiz ishonchli. Katta rahmat og'a. Kelaverasizlar. Qani aka, siz qanday kirib chiqdingiz? Hammasi zakonli, birovga bir so'm pul bermadik, uyimizga tushmasdan sog'-omon borib keldik. Shofirimiz hammasini ishlatib, to'g'rilab berak, kelinglar, ishonchalaring ko'ringlar. Hammaga rahmat. Katta rahmat. Mana bu joyni hamma biladi. Shundan keyin mana hozir biz ham bugun tongda kelgansidan ichkariga choy ichib, ovqatlanib, qorin to'ydirib chiqdik. Uxlab, dam olib oldik. Mana endi nasib qilsa Moskvaga qarab ketamiz. Kamchiliklari yo'q-ku? Yo'q, hammasi zakon. Hammasi yaxshi-ku. Endi qolgan bolalarimiz mana uxlab yotibdi, ularni uyg'otib o'tirmadim. Xullas kalom, akalar, bemalol murojaat qilinglar bizga, telefon qilinglar, kimga kirdi chiqdi kerak bo'lsa, dokumenti bormi, yo'qmi, zot yaqindan qarzi bormi, yo'qmi, bizlarga farqi yo'q, hammaga yordam beramiz. Hamma shu kamchiliklar bo'lsa to'g'rilaymiz, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Mana bu rusga o'xshaydi. Mana do'stimiz ham bizdan qanday ketdingiz? Xudoga shukr, eson yetib keldik, borib keldik. Eson yetib keldik, problema yo'q. Kamchiliklar bo'lmadimi? Kamchiliklar yo'q. Dimakaga rahmat kattakon. Sog' bo'ling, katta rahmat aka. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, bizga murojaat qilavering. Odam bo'lsa bemalol. Mana bu joyni hamma biladi. Mana odamlarim sog'-omon kelib chiqdik. Endi nasib qilsa Moskvaga qarab ketamiz. Sog'-omon bo'linglar. Bizning kanalimizga podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'linglar. Mana kirdi chiqdi temasi bo'yicha mana bugun aka-ukalarimiz granitsaga kirib chiqdi. Hammasi yaxshi. Kamchiliklar bo'lgani yo'q. Mana sizdan boshlaymiz. Yaxshi kirib chiqdingizmi? Kamchiliklar yo'qmi? Yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Yo'q, yaxshi kirib chiqdik-da, tamojnasiga chakshab qo'ymaganda ichkarida chakish kerak-da, shuni so'rab bersa. Endi sigaret tashqari chiqib ekansiz, mumkin emas-ku. Государственный таможня endi. Qani aka, siz qanday kirib chiqdingiz? Dokumentingiz qanaqa edi? Dokumentingiz yo'q edi, to'g'rimi? 3 yildan beri bezdagi Aha. yo'ldan yaxshi kirib chiqdik. Qanday yo'ldan borib keldik? Levi yo'llardan Shu yaxshi kirib chiqdik, bezda kirib chiqdi, to'g'rimi? Bezdashga bezgayiga tushmadik. Mana 3 yil bezda kimib yurgan ukamiz mana yaxshi kirib chiqdi. Hech qanaqa nimaga zaber hechnimaga tushmay, yaxshi zo'r kirib chiqdi. Chunki tanish bilishlarimiz bor o'zimizning tamoshida. Bemalol o'tkazib kirgizib chiqaradi. Bezda kimit aka-ukalarimizni, shuning uchun bizga murojaat qilsa bo'ladi. Siz mana ham bezda kimit dedingiz. Qanday kirib chiqdingiz? Kamchiliklar bo'lmadimi axir? Yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Sizchi? Chotki emas. Mana. emas. Yaxshi. Hamma kamchilik yo'qmi? Yo'q, ananda bitta narsada. Nimada? Hozir men Pensk oblastidamiz, Granitsadan kelyapmiz. O'zlarimizdan mana 1 oymi, 1,5 oymi qor ko'rganimiz yo'q edi. Keyin bir to'xtab bir qor ko'raylik. Moskvada havo issiq, bir qor ko'rmadik deb to'xtab mana bir qor ko'rib tomosha qilib turibmiz. Shuning uchun aka-ukalar kirdi chiqdi xizmatlari bo'yicha bemalol bizga murojaat qilinglar. Kimda dokumenti просрочен bo'lsa, bez dokument bo'lsa, dokumenti bormi, yo'qmi, zodiya qarondan krediti bormi, yo'qmi, bizga umuman farqi yo'q. Shunday kirgizib chiqaramiz. Hech kim hech qayerda zatercha qilib olib qolmaydi. Shu paytgacha hech kim oldirganimiz yo'q. Hamma yaxshi kirib chiqdi. Shu paytgacha chunki bizda tanish bilishlar bor.
Shuning uchun yaxshi kirgizib chiqaramiz. Bemalol bizga murojaat qilsa bo'ladi. Tamam, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.